Sen buyuklikka erishmoqchimisan, shundaymi? Har bir orzungni haqiqatga aylantirmoqchimisan? G'olib kabi yashamoqchimisan? Unday bo'lsa har kuni mehnat qilishga tayyor bo'lishing kerak. Avvallari qilganingdan ham ko'proq kuch va harakat bilan qilishliging kerak. Bu seni odatda chegaram deydigan darajaga yetib, undan ham o'tishni talab qiladi. Chunki har bir chegarani aslida sen o'zingning ongingga qo'ygan bo'lasan. Bir paytlar sen uni o'zing uchun me'yor deb qabul qilgansan. Demak, endi yanada balandroqqa chiqishga qaror qiladigan payt keldi. Sen yanada ko'proq mehnat qilasan. Sen yanada uzoqqa borasan. O'yin darajangni ko'targan bo'lasan. O'zingni erta turishga, kech yotishga va yanada qattiqroq ishlashga majbur qila boshlasang, dam olish kunlari boshqalar hordiq chiqarayotganda o'zingni bo'sh qo'ymasang, odamlar seni tentak deb o'ylashadi. Ular senga kulishadi. Ular seni jinniga o'xshaysan deb adashadi. Ular senga doim mishmishlar tarqatishadi, orqangdan gapirishadi va seni pastga tushirishga harakat qilishadi. Unday odamlar haqida nima qilasan? Juda oddiy, ularga qarshi chiqma. O'zingni himoya qilishga kuchingni sarflama. Hatto bitta so'zni aytishing ham shart emas. Shunchaki tinchgina mehnat qil. Muvaffaqiyatingning o'zi shovqin qiladi. Sening ishlaring, bajarilgan vazifalaring o'zi seni haqingda gapiradi. Aynan ular kimligingni eng baland ovozda ko'rsatadi. Shunday qilsang sen chempionga aylanasan. Chempionlar bajarilgan ishlari orqali yaratiladi. Ular boshqalar haqida g'iybat qilib, vaqt o'tkazish bilan yaratilmaydi. Yo'q, ular ishni haqiqatan bajarish bilan yaratiladi. Shuning uchun boshqalar nima qilayotganiga yoki senga qanday qarayotganiga vaqtingni sarflama. Shunchaki xohlagan narsangga erishish uchun nima kerak bo'lsa shuni qil. Ko'pchilikni yengish va oldinga chiqish oson. Nega? Chunki dunyo dangasa. Ana shu yerda sen ustunlikka ega bo'lasan. Hamma bu haqda gapiradi, post yozadi, rejalar tuzadi, ammo hech kim yengini shimarib ishga kirishni istamaydi. Ko'pchilik eng kichik qiyinchilikda ham taslim bo'ladi. Aksariyat odamlar og'ir yo'llardan qochadi. Ular o'qishga qo'shimcha vaqt ajratmaydi. Ular qulaylik zonasidan chiqmaydi. Ha, bu qiyin. Bu g'amgin, yolg'iz, lekin aynan shu mening ustunligim. Shu yerda men boshqalardan ajralib chiqaman. Boshqalar uxlayotganda yoki dam olayotganda sen tungi soatlarda ham tinmay ishlasang, sen hammadan mil oldinda bo'lasan. Oxir-oqibat sen boshqalardan shu qadar uzoqlashib ketasan. Ular hatto qanday qilib shuncha ishni bajarishga ulgurganingga tushunmay qolishadi. Sening muvaffaqiyating siri qon, ter va ko'z yoshi bo'ladi. Chunki hech kim yengil yo'l bilan buyuklikka erishmagan. U yerga yetish uchun jahannamdek mehnat qilishga tayyor bo'lishing kerak. Dunyoning eng yaxshilari bunga tasodifan erishmagan. Ular to'xtamasdan tinmay ishlashgan va hech qachon bosimni kamaytirishmagan. Ular hech qachon to'xtamaydi, taslim bo'lmaydi. Ular hech qachon boshqalarning fikri yoki tanqidiga yo'l bermaydi. Ular bularning hammasini e'tiborsiz qoldirib, ishni bajarishga diqqatni qaratadi. Agar kimdir seni hukm qilsa yoki mazax qilsa, ularni jim qilishning eng yaxshi yo'lini bilasanmi? Ularni ulkan muvaffaqiyating bilan yengasan. Ularning adashganini natijang bilan isbotlaysan. Chunki muvaffaqiyatning o'zi muvaffaqiyatni keltiradi. Ular nima deydi? Baribir shunchaki harakat qil. Ular nima o'ylaydi? Baribir ishni qil. Amalga oshirish bu eng oliy qadriyat. Va sen ishni bajarganingda dunyoga asl kimligingni ko'rsatasan. O'zing uchun eng yaxshisini qilganingda va boshqalardan ustun bo'lganingda ba'zi do'stlaringni yo'qotasan. Hamma ham seni ma'qullamaydi. Ba'zi odamlar senga yoqmaydi. O'zingni kim deb o'ylayapsan deb aytishadi. Seni hammamizdan yaxshisan deb o'ylaysanmi deyshadi. Sen mag'rursan deyshadi. Sen nima qila olaman deb o'ylaysan deyshadi. Sen o'zingni o'ylaysan deyshadi. O'rtacha odamlar bilan yuraversang, faqat o'rtacha fikrlar va fikr mulohazalarini eshitasan. Ular g'oliblarning tilida gaplashmaydi. Ular senga faqat o'z onglarida o'rnagan chegaralarga asoslanib nimalar mumkin deb o'ylashlarini aytishadi. Bu narsalarning senga ta'sir qilishiga yo'l qo'yma. Bu ularning chegarasi, seniki emas. Bu senga aloqador emas. Sen o'zing ishonadigan narsaning barchasini amalga oshira olasan. Buni qilish uchun senga harakat bo'lgan yagona ruxsat bu o'zingniki. Bilasanmi, aqldan ozgan degan nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, sen boshqalar ko'ra olmaydigan narsalarni ko'ra olasan. Mana shu joyda aqldan ozganlik iste'dod bilan uchrashadi. Agar sen biroz aqldan ozgan bo'lmasang,
Hayotda hech narsada muvaffaqiyatga erisha olmaysan. Har kimda ozgina g'alatilik bo'lishi kerak. Buyuk ish qilgan har qanday inson boshqalardek o'ylamaydi. Ular shunchaki boshqalardek o'ylay olmaydi. Senga sen buni qila olmaysan deganlarga aytadigan javobing shunday bo'lsin. Kuzat, qanday qilaman? Men allaqachon tan olganman. Men eng aqlli ham, eng chiroyli ham, eng tez ham, eng yaxshi kelib chiqishli ham, eng ko'p tanish bilishli ham emasman. Menda bularning hech biri yo'q edi. Men boshqara olgan yagona narsa bu mening mehnat axloqim edi. Ko'pchilik iste'dodli odamlar hayotda qiynaladi, chunki ularga hamma narsa oson keladi. Menga hayotda hamma narsa oson kelmagani menga yoqadi. Balki senga ham o'zingda shu narsa yoqadi. Balki sen umr bo'yi o'zingga qarab, men tabiiy go'zallikka, iste'dodga, aqlga yoki hazil mutoyibaga ega emasman deb o'ylagandirsan. Menda ularning hech biri yo'q. Lekin menda bitta narsa bor. Men sendan ko'proq ishlayman. G'alaba haqida gap ketganda, men uchun bu maksimal darajada harakat qilish degani. Maksimal degani sen o'zingni imkoning deb bilganingdan kamida bitta ko'proq ish qilasan degani. Shuning uchun nima qilmayapsan? Zalda mashq, telefon qo'ng'irog'i, uchrashuv yoki sport, hammasida yana bitta urinish, yana bitta zarba, yana bitta harakat qil. Faqat shunda g'oliblar har doim yana bitta ortiqcha qiladiganlardir. Men shunday odamman. Agar sen yugurish yo'lagida 45 daqiqa qilsang, men 46 daqiqa qilaman va sog'lomroq bo'lishga haqliman. Bilaman, agar sen 10 tadan 5 ta set qilsang, men har safar bitta ortiqcha qilaman. Ish kuni 8 soat bo'lish kerak bo'lsa, men 9 soat ishlayman. Nima bo'lmasin, men har doim bitta ortiqcha qilaman. Bu esa menga shunday o'y beradi. Men boshqalar qilmaydigan ishlarni qilyapman, demak boshqalar ololmaydigan narsalarni olishim kerak. Mana shu farqni yaratadi. Agar sen boshqalar qilishni istamaydigan ishlarni qilayotgan, doimo maksimal ishlayotgan, keyingi bosqichga o'tadigan inson bo'lsang, o'zingni g'olib bo'lishga loyiq deb ishontirasan. O'zini past qadrlash, o'ziga past ishonish vaqt o'tishi bilan yana bitta ortiqcha qilish odatiga aylantirib o'zgartirishing mumkin. Yana bitta ortiqcha qilsang, shu g'oyaga mukkasidan ketish. Barcha buyuklar shunday qiladi, o'rtachalar esa yo'q. Boshqalar to'xtab qoladi, dam oladi, cho'chiydi, sutlashadi yoki men erishdim deb o'ylaydi. Lekin sen to'xtovsiz bo'lasan. Sen doimiy takroriy harakatda bo'lasan. Sen eng tez, eng aqlli, eng kuchli yoki eng chiroyli bo'lmasliging mumkin. Lekin sendagi narsa bu yana bitta ortiqcha qilishdi. Ular charchaganda sen davom etasan. Ular cho'chiganda sen ularni ortda qoldirasan. Mana hayotda g'alaba qozonish siri. Ish bitmaguncha harakatdan to'xtama. Ko'p odamlar bir kun yoki bir oy davomida ilhomlanishi mumkin, lekin g'oliblar ish bitmaguncha ilhomni yo'qotmaydi. Sen orzuying bilan orangdagi har qanday to'siqni sindirasan. Sen to'xtovsiz bo'lasan, sen taslim bo'lmaysan va bilasanmi, uzoq muddatda boshqalar cho'chiydi, sutlashadi, lekin sen yo'q. Sen hayotingdagi tashqi omillarni, odamlarning munosabatini nazorat qila olmaysan, lekin mana bu narsani boshqarishing mumkin. Sen har doim navbatdagi qo'ng'iroqni qilishing, yana bitta uchrashuv o'tkazishing, yana bitta ortiqcha qilishing mumkin. Har doim. Va men senga va'da beraman. Sen orzuying bilan orangdagi to'siqni yo'q qilasan va orzularingni ro'yobga chiqarasan.